Bir mezgilden keyin Hazreti İsa Galiliya köli deb atildigan kölning u qitig'i o'tdi. Zo'r bir top xaloyiq uning keynidan egishib mangdi. Chunki ular uning kasallarni saqaytgan mo'jizalarini ko'rgan edi. Hazreti İsa taqqa chiqib, u yerda shogirdlari bilan birga o'ltirdi. Bu Yahudilarning o'tib ketishi etiga oz qolgan vaqt edi. Hazreti İsa beshini ko'tarib, zo'r bir top xaloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib, Filipdan shuncha ko'p odamni to'ydig'idek nonni nadin topamiz deb so'radi. Hazreti İsa bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi. Amaliyotda qanday qilishni o'zi biladi. Filip javoban: "Hammanglarning bir burdudan non yeyishi uchun 20 yillik kirimi yetmaydi" dedi. Shogirdlardan yana biri: "Bu yerda bir kichik bola bo'lib, uningda 5 arpa non bilan 2 beliq bor. Lekin bunchavala odam uchun bu nimaga yetsin?" dedi. "Ko'pchilikni o'tirg'izinglar" dedi Hazreti İsa. U yer keng ketgan chimanzorlik edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000 bor edi. Hazreti İsa nonlarni qo'liga ilib, Xudoga shukr etgandan keyin o'tirganlarga bo'lib berdi. Beliqlarni shunday qildi. Ko'pchilik xolgancha yedi. Hammanglar yeb to'yganda Hazreti İsa shogirdlariga: "Eshib qolganini yig'inglar, hech narsa zoyi bo'lmasin" dedi. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 arpa nondan yeb, eshib qolganini 12 sevatga to'ldirib yig'ib oldi. Xaloyiq Hazreti İsa'ning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, dunyoga kelishini Musa payg'ambar, oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushu ekan deyishdi. Hazreti İsa ularning o'zini İsroillarning podshoyi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytadan taqqa talha chiqib ketdi. Kashqurun Hazreti İsa'ning shogirdlari ko'l bo'yiga kelishdi. Gerçi qorong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, Hazreti İsa texcha ularning yeniga kelmagan edi. Shuning bilan ular bir kemiga o'ltirib, ko'lning u qetidagi Kapernaum shahriga qarab yo'l elishdi. Qattiq bo'ron chiqib, ko'lda to'lqin ko'tarilyotdi. Shogirdlar palab urib, 4-5 chaqin yergacha borgandan keyin Hazreti İsa'ning ko'l ustida mengib, kemiga yaqinlashayotganligini ko'rib, qo'qishib ketdi. Lekin Hazreti İsa ularga: "Qo'rqmanglar, bu men" dedi. Buning bilan ular Hazreti İsa'ni kemiga chiqishga undadi. U kemiga chiqqandan keyinla ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi. Ikkinchi kuni ko'lning u qetida qolgan xaloyiq tunugungi kunda u yerda faqat birla kemining borlig'ini, Hazreti İsa'ning o'z shogirdlari bilan birga u kemiga o'tamganligini, shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi. Bir necha kema Hazreti İsa duo qilib, xaloyiqqa non taqtibaga yerga yaqin kelib to'xtadi. Hazreti İsa'ning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan xaloyiq u kemilarga o'ltirib, Kapernaum shahriga Hazreti İsa'ni izdigilamoqdi. Xaloyiq uni ko'lning u qetida topgandan keyin: "Ustoz, bu yerga qachon keldingiz?" deb so'rashdi. Hazreti İsa mundaq javob berdi: "Bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nonlardan xolgancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar. Biroq sizlar buziladigan oziq uchun emas, buzilmaydigan
Мәңгілік hayatlık beradigan ozuqluq uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bundaq qilishimni Xudo otam tasdiqlagan. Ular qanday qilganda Xudoning xizmatida bo'la olamiz deb so'rashdi. Xudoning xizmati Xudoning avatginiga e'tiqod qilishdir deb javob berdi Hazrati Ayso. Ular yana siz qanday mo'jiza yoritish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz? Bizga nima qilib bermoqchisiz? Ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu vaqtda Zaburda u ularga arshdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz? deyishdi. Biroq Hazrati Ayso ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam bergan. Mana hozir sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryotidi. Bu non arshdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir. Taqsir, hamisha bizga bundoq non berib turg'aysiz, deyishdi ular. Hazrati Ayso mundaq dedi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Mening yenimga kelganlar hargiz boshqamaydi. Manga e'tiqod qilganlar hech qachon usmaydi.